此次公差 Seferde yürgünümüzge 2 aydan açtı. 105'i öyleri görüp kesler. Şundak edeceğim. İkin var mı çarçıdan la? Öğü kayıtıp bir neç gün demeli ama. Hadi koş. Hoş. İşçileri obdan turup atamır la. Hudağa. Silimi obdan tuğalla. Yengem öldü bana mı? Bana. Bu... Yenge, yerini koyup durun. Adam kaçan vafat oldu. Nime keseri girip tavop ki? Sillik etip bir ay bula bombayla akıllar yürek kesel bilen ağır bitip kaldı. 7-8 gün geçe dua okuttum. İçmegen doğrular kalmadı. Zaten işbah tapanmay. Münezeret koyup ölüp gitti. Ağam. Hiç kaçan bundak kesel bilen ağırıp bakmağım. Şundak. Ağam kandak durulan işken. Onu kim yezip bergen? Vay. 105'i kaçan kep kallar? Bala kaza. Körünüp gelmez, putkulunu sangıltayıp degen şu de. Tuğba. Karmandıgan akıllarının. Şunda kılıp silen taşlap ketkin. Doğrunu kayış dükkandan ağam. Doğrularını kim yezip bergen? Deyip ne? Bana anam çakırıp gelgendi. Hı? Rost. O güne akıllarına meydisi tuyuksuz kattık ağırıp gitti. Teyip çakırgıl ketip assam, Kumur taş rastiste seyyar kesel gördüğün teyip uçurap kaldı. O teyip keselini görüp, doğru beripli ketip kaldı. Aha. Hey. Şu günlerde bana anam köp yardım kıldı. Bana anam bombagan bolsa, hoşnalarının kaysı biri karşı attı. Ağamның cesedi nereye koyuldu?
Yan günahisi de uruk tuqqanlarımız bolmasa, bizge nädigi geldik? İlaç kılanmay, mehitni öyde 3 gün turguzup, ahiri köyde ettik. Ha? Cesetini kim gözden köçürdü? Murdini kimle götürüp mağdı? Meşale şeyh, Hacı şu. Navadi kichikgina shapisini bildirib qo'ydigansan. Butun oilang vayron bo'ladi. Manazir. Meni darhol oqishga yo'qsirat. Hay, alqonchilik bu bir necha yil uyda oqish nima qiladi? Lan, ishnash. Yuz bir şey. Qani, shikir kirsa. Uyda mehmon borganda boshqa bir kunikili aloqa so'ray, ha? Qarg'osh. Yuz bir şey, qarg'osh. Xo'sh amisa. Yuz bir şey, qani, uy kirsa. Bu nima odam? Bu Pekirning jiyani pat kep turdi. Yuz bir şey, qani, uy kirsa. Ayıqı, zağdı nima odam? Sheminchingning uyidagi malay qoqti so'qti qilib, jinni boqilgan bir nima. Yani şu Sheminching. Yuz bir şey, bana merhamet. Kiş otağı. Akamның nime vəcidin ölgenligini bilem lekin. Yuz bir şey, azırak tahir kızlar. Mana bu delil ispat. Delil ispat? Pekir bu işinin tafsilatıdan to'liq xabarim yo'q. Birinchi ayning 22 kuni Van Kemper Pekirni meyitni o'zitishib berishga chaqirdi. Shu kuni Qo'ng'irtosh rastisida ketib borsam, Sheminching cho'ngam to'sib olib, may ichishga zo'rladi. Oqidan u yinidan 10 saylik yombini chiqarib, meyitni kepalligicha boshqalarga hech nimani bildirmang deb chekildi. Pekir ilishga majbur bo'ldi. Meyitni kepalligicha qarasam, quloq to'shiklarda qon uyib qopti. Lavlarda tishning izi turdi. Jasadning zaharlanganligi aniq. Hay. Shu kanda o'zlari yo'q. Davron ko'tagili petmanmay, qo'sig'imning ochlig'ini bano qilib, uyga inib keldim. Lekin 3 kundan keyin jasadni ko'ydugidek deb anglab, qabristonlikqa chiqib, mana bu so'ngaklarni chandurmay qo'ynimga tiqib oldi. 105 kep qolsa,
topshiraman degan xiyolim bor edi. Qaraslar, mana bu so'ngakning qardab ketganini. Bu zaharlanib o'lganlikning isboti. Ha? Sizlarning isbot uchun suyakni saqlab qolganlarga ming rahmat. Bo'lmasa har qanday qitmu har sunug'li bo'lmaydi. Hay, yüzbeşi, orlardan tuzlar. Mana bunun da yıl, ay, gün ve meyitini uzup çıqqanlarning ismi bütüglük. Mening deydiganlarim mana shu. Qog'inni o'zlari tekshirib ko'radi. Şuğunisi bu işning tafsilotidan to'liq xabarim yo'q. Anglashimcha meva sotadigan yunga to'liq biladi ekan. Elim bo'lsa ketla. Shundoq. Yüzbeşi, ortabalı ikimizden cenini kutkuzu Ota, nima gaplar bo'lsa, 105ga tortinmay davaslar. Ota. Yunga hozir qayerda? Bir neçə gün bo'ldi. Eli qishimning için degan nima? Kundi kelib yungani izlab yuradi. Bechora bola uyga kelolmay har qayalarda mökib yurdi. Ba'zida yerim kechida o'g'irliqcha menga uni buni akilib berib, g'ippada ketib qoldi. Yüzbeşi, biraz da hırqısıla. Yunga kelganda yonlarga abatay. Yo'g'isi. Ota. Yunganing men bilan ko'rishishi mushkul ish. U bir joyni ko'rsasin. Men shu yerga boray. Bo'ldi. Ma'qul. Ma'qul. Ota. Bu yambini oz bo'lsa-mu qabul qilsa. Bir necha kun xarajat qilala.
무슨 다가 무다다가 Delil ispatlar qani? Akamning bir nechta ustixini bilan buni xatlab keldim. Bu yoqqa keltiring. Xo'sh. Guvochi Choyunga qani? Mana Qanchaga kirding? 15 ga. O'sing, xo'sh. Siz Jamilning yuzbishi turib, qonunni bilmagingiz nemisi? Almisaqdan buyon qotilni tutsang jasadi bilan, zinoxorni tutsang jufti bilan degan gap bor. Siz birinchidan jufti bilan tutanmoqsiz, ikkinchidan kimning zahri berganligini bilmaysiz. Mushu ikki kishining quruq gapiga ishinib, bu qotillik ansini bir taraf qilish bema'nilik bo'lmamdi, ha? Bu Guvochi Choyunga andil 15 ga kiribdi. O teg'i og'zida sutdan ketmagan go'dak bola ekan. Bu yoshdagi bola qandoqmi sotda guvochi bo'la oladi? Mahkamamiz bu anzini dalil isbotlar to'liqlanganda ondan bir taraf qiladi. bu So'roq to'xtatildi. Bu Yüzbeşi, ambalning mundaq o'rinlashtirishida ma'lum g'arizi bor. Zadili bilemedim. Onun g'arizi neydi? Bilishleri kerakki, Shiminchen sizning arz qilganlarini anglab, darhol ambalga ming sayon bo'lsin kutib etdi. O ambaldan bu anzini bir taraf qilishga cho'ngini kichilitib, kichigini yo'q chiqarib etishni talab qildi. Zinaxorlik qilib odam o'ldirgan, jasadni ko'ydirib izini yo'qotgan mushundaq bir zo'r gunoh oldidimi pora yesa. Bu qanday odillik bo'ladi?
Qarindoshlar, bugun akamning yettisini qilmoqchi. Uyimizga berib daxil bo'lgaysizlar. Xabar, hop. Buningga ozroq sham nas kerak eb, biznikiga yetkazib berasiz. Ma'qul, bo'ladi. Tanrım, üzən medet, bəgəysən. Kira. Yüzbeşi. Nim boldu? Özlemnin taza tavım yok. Heras, bugün öyde iş kişim battı. Başka bir gün kirey. Hey. Seni bugün çakırışımızda məlum sebep var. Otur. Otur. Hilişipla. Kulum qo'shnilarning amisi kep bo'ldi. Ishni taqib o'tinglar. Hop. Darvozani taqanglar. Akam hayat vaqtida qulum qo'shnilarning ko'p g'amxo'rligiga muyassar bo'ldi. Bugun har birlariga tashakkur bayon qilmoqchi. Qani siz? Ana, may qo'ying. Bo'ldi. Sürüler bir şey öldürüp kısmı girer olmazlar. Ağırımızlar. Hoş gani. Hoş. İkinci gap. Akamның ölümü g'alatirak. Bugun men shuni mu aniqlog'im bor. Qani, qadahni ko'tarib o'taylik. İçime. İçim. Hoş, kine. Hoş gani. Hoş. Yüzbeşinin hemmetiga rahmat. Pekir'nin dükkanda ciddi işim vardı. Özre sorayım. Oldurun, oldurma. Kelgendikin işiniz olsun oldurun. Boladı. İş aniqlangandan qaytisiz. Xo'sh. Qo'shlar. Pekir to'mpay odam bo'lsam-mu, nohaqchilikqa chidab turolmayman. Qarzni hamon qaytarish kerak. Bugun har qaysilari guvochi bo'lib berisizlar. Shunda. Kimki baldur ketaman desa, meni 100 xotir qilmadi deb qolmasin. Ketmaydigan bo'ldik. Ketmay. Kim xat yoza oladi? Siz xat yoza oladingizmi? Mao Hujunchun efendim xatni yaxshi yozdi. Ho efendim, janobingizni avar qildigan bo'ldim. Janoblar, Pekir poytaxtga safarga ketganimda oilamizda baxtsizlik yuz beribdi. Yengam olli ko'ngillik qilib, shiminching ablah bilan naqibdi. Akamni tashlab o'ltaganni oz deb, jasni ko'ydirib, izini yo'qdi yutibdi. Bu ishning har qaysilarining xabarlari bor.
Bugün ulanı sizlerning oldinglarda iqro qilmoqchiman. Har qaysilari haqni haqni ko'zlari bilan ko'rib guvochi bo'lishadi. Senlarmi iqro qilish? Kulum qo'shlarning hammasiga ma'lum. Yenginiz pot xuddi sutdek oq. U hech kim bilan xizmat qilmadi. Shimin cho'ng'amga to'kmat qilgan bilan keyin uni o'disdan chiqmoq tez. To'y. Lalma it. O'z vaqtida Shimin cho'ng'lar apoqchimak bo'g'ini ozdab, keyin turmushingga kelsinmi, uni yan bosmoqchimi tekin? Kelin. Buni so'rab chiqib ketinglar. Xo'p. Yey. Men bilan nima aloqasi bor? Uyinglar paypidek ko'p xizmat qilsam, endi men o'g'il qilmoqchi. Bo'lmaydi. Acaba seninmi tinivag'ing bormi? Yo'q, men iqro qilay. Men iqro qilay. Bu namussuz iflaslarni so'zlabdi. Akamni qanday qilib qashlab o'tganligini so'zla. Bitta. Buni uningdan so'rasla. Ha? Mendan so'ramda. Hey, o'zing shimin cho'ng'amni oldida noynaqshib, eskish qilmadingmi? Endilikda yundini mening beshimga chashmoqchimi? Sendan so'rab baqay. Bu da bitap pop yatqanda Shiminching bilan oshnadosh bo'linglar desam unimay. Mangulik har xotin bo'lamiz deb turib olgan kim? Ha? Hey. Bu da qazo qilgandan keyin qayni inim qaytib kelib bilib qolsa, yomilga arz qilishni yonmaydi, jasadni ko'ydirib izini yo'q ketayli degan kim? Aytqina, bu gaplarni degan zodi kim? Meni şeytan azdırıttı.
Ölünüңiz nemi degen ekinişlik. Agah bir günah öldürüldünüz. Han kısasınızını çokum alımın. Zınahor buzuk, paskını kancık. Sen agamni kaçlap öldedin. Sana ölümü azla kılıdır. Ben günahkar. Ben günahkar. Hoşnullah, sizlerge köp rahmet. Zınahorunun günahını Tanrımı keçirmeydi. Onun ölümü azlık kılıdı. Her kaysileri balıkhanada azra saklap durusla. Men hazırlıkım. Olur. Bu trik ispat. Hazır. Hey tava, Şiminçin degen ay şu mu? Şiminçin çuğam degen şu.
Van Kemper bilen Wusungni keltiringlar. Hop. Wusung akısının kısasını eliş üçün naşayan işlerini kılan yengisi bilen Shiminchingni öldürdü. O özünün ma'lum kılan bolsumu kechirim qilish tas bo'lganlikdan 40 darri urib, yüzüge xat besib, jirab Ningju turmisiga yo'llansin. 3 yil qamalsin. Van Kemper oshko'zlik qilib, pora ilib, ayolni eziqtirib zina qildirganligi va zinaxo'r ayolni kushkurtib, eriga zahar ichkizib, o'ldirgizib, o'lim hodisi qildirganligi uchun darhol o'lim jazosi berilsin.